Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Hasan bilan Husan birga safarga chiqibdi. Ular qumluqda ketib etib, gap talashib qopdi. Hasanning mijozi sal ittik bo'lib, achchiqida Husanning qochtig'iga bir dastak sopdi. Husan gap qilmasdan qumluqning ustiga "Bugun do'stim meni bir dastak soldi" deb yozibdi. Shuning bilan ular yana safarni davom qildi. Mengib ular bir daryoning bo'yiga kelib qopdi. Ular daryo bo'yida mengayotganda Husan ehtiyotsizlikdan teyilib ketibdi va daryoga tushib ketibdi. Buni ko'rgan Hasan nihoyat chapdastlik bilan Husanni tortib daryoning qirg'iqiga chiqarib oldi. Shuning bilan Husan yendagi pichiqini chiqarib bir yo'g'on toshni tepibdi va toshning ustiga "Bugun do'stim mening jinimni qutqizib oldi" deb qo'yibdi. Buni ko'rgan Hasan hayron bo'lib Husandan so'rabdi: "Seni bir tasdak urgan vaqtimda sen qumning ustiga yozgan eding. Seni qutqizib olgan vaqtimda nima uchun toshning ustiga yozasan?" Husan shundoq debdi: "Birsi menga azor berganda, men uni tezroq unutib ketishni o'ylayman. Chunki bu 4 kunlik hayotimiz birsiga adovat saqlug'idek uncha uzun emas. Shunga sening meni urg'uningni qumning ustiga yozdim. Birli shamol chiqsa o'chib ketadi. Biroq odam minnatdor bo'lishni bilishi kerak. Boshqalarning uningga qilgan yaxshiliklarini unutib qolmasligi kerak. Shunga sen meni qutuldirib olgan vaqtingda toshning ustiga o'yib qo'ydim. Har qancha bo'ron chopqin chiqsa-mu, yillar o'tsa-mu, u hargiz o'chib ketmaydi. Inson dunyoda birli qitim yashaydi. Bu qisqagina hayotingizda boshqalarga adovat saqlamang. Boshqalar sizga yaxshilik qilgan bo'lsa, uning yaxshiligiga javob qaytara olmasingizmi, hargiz uning yaxshiligini unutib qolmang. Minnatdorlikni bildigan odam har joyda suyimlik.